Endi haydovchilik huquqidan mahrum etilgan inson mashina boshqarsa, holat kameralar tomonidan aniqlanib, huquqbuzarga nisbatan chora ko'riladi. Haydovchilik huquqisiz yoki ushbu huquqdan mahrum etilgan shaxslarning qonunbuzarliklari jamiyat uchun katta ko'ngilsizliklar keltirib chiqarishining oldini olishda endi raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalaniladi. Hozirda mamlakatimiz avtomobil yo'llarida shaxsning yuzini aniqlash funksiyasiga ega kameralar hamda foto va video qayd etish qurilmalari o'rnatilgan bo'lib, joriy yilning 23-fevraldan 3-mart kunigacha test rejimida ishlagan ushbu qurilmalar orqali bir qancha haydovchilik huquqidan mahrum etilgan fuqarolarning mashina boshqargani, boshqaruv vaqtida telefondan foydalanganliklari aniqlangan. Endilikda ushbu qurilmalar qoidabuzarliklarga nisbatan onlayn ravishda chora ko'rishni boshlaydi. Bilib qo'ygan yaxshi. Boshqaruv huquqidan mahrum etilgan shaxslarning transport vositasini boshqarishi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 3-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Agar haydovchilik huquqidan mahrum etilgan shaxs ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin ham avtomashina boshqarsa, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 261-2-moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi. Videoni haydovchilik huquqi bo'lmagan yoki bu huquqdan mahrum etilganlarga ulashing. Kuchaytirilgan nazorat tadbirlari davom etadi.